Assalomu alaykum, magazin 136 podpischilari, YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlarga xudo xolasa bu videomiz manfaatli bo'ladi deya umiddamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir dona like bilan bir dona komment yozib berish yoddan chiqmasin. Xudo xolasa bilasizlar, bugun 19-mart 2025-yil. Xudo xolasa sizlar kutgan skidchamizni ko'pmiz, e'lon etib ko'pmiz. Skidchamizning birinchi kuni ko'ribsizlar, vishilchalarni do'konimizda tovarlarni уже почти oz qolgan. Xudo xolasa ulgurib qolinglar. Ko'rib turganlaringiz usti pastda duvochalarimiz 150 ming so'mdan, futbolchalarimiz 90 ming so'mdan velikani bo'ladi. Trikolarimizdan ham ko'rishingiz mumkin. Assortimentlarimiz уже oz qolgan. Hurmatli mijozlar, uspet aytib qolamiz. Ko'rib turibsizlar. Trikolarimiz 80 ming so'mdan ko'pmiz. Hammasini 80 ming so'mdan. Keyin sportivchalarga keladigan bo'lsak, sportivchalarimiz 180 ming so'mdan bu narsamiz. Ko'pchilik aytib turibdi, buni kачествоsi nechga deb, sizlarga shu narsani bugun to'liq aytib tushuntirib berajakman. Kачествоsi zo'r bo'ladi. Tovar lakos tovarda bo'ladi. Navbatdagi svetimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yarim zamok bo'ladi. Navbatdagi esa polni zamok. Ham zamoksiz variant. Xullas, ish xatarimiz 180 ming so'mdan skidchada. Keyin navbatdagi keladigan bo'lsak, navbatdagi ham ko'rishingiz mumkin. Bahosi 430 ming so'mlik edi. Sizlar uchun 250 ming so'mdan qo'yganmiz bu narsani. Keyin navbatdagi keladigan bo'lsak, bu narsamiz ham 250 ming so'mdan, xudo xolasa sizlar uchun. Bu narsamiz ham 250 ming so'm, bom 250 ming so'm. Trikosam o'zinikini setda, standarti manjet bo'ladi. Zamoklarni e'tibor beramiz, zamoklarni. Xullas 250 ming so'mdan bu xatarimiz. Arkasida rasvetchalari bor, buni qaranglaringizlar. Elde seri ishlangan variantlari. Bunda Xitoyning mahsulotlari ham bor, bularni ham ko'rib o'tinglar. Xitoy mahsulotlarimiz bahosi 450 ming so'mlik. 1 2 3 4 5 6 6 shoxada turgan sportivchalarni sizlar uchun 280 ming so'mdan qo'yganmiz bu narsalarni. Materialni ko'rishingiz mumkin. Hozirgi havoga mos bo'ladi bu narsalar, materiali. İçi nachossiz bo'ladi. Shu narsaga e'tibor beraylik. Ko'pchilik kommentariyada yozib turibdi, ichi nachossizmi deb. Yo'q, ichi nachossiz. Lycra tovarda ishlangan bo'ladi. Elde plashovkali bo'ladi bu narsamizdan. Navbatda esa plashovka bo'ladi. Plashovka tovar. İçi astar bo'ladi bu narsamizda. Trikosi kombinatsiya bo'lib, темно-синий svetda bo'ladi. Navbatdagi svetimiz parlament sveti, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin, bu narsamizdan plashovka. Buni ustini vitrov yesab ham yesangizlar bo'ladi. Svetlarni qarang, rasvetchalarni qarang. Xullas, ko'p rasvetchalar, xudo xolasa. Trikolarimizdan bir xato ko'rsatib o'ting. Trikolarimiz eng arzoni videoda aytib o'tganimizdek 170 ming so'mdan bo'ladi. Mana. Firmani o'zini ko'raveringlar. Bemalol boshqa do'konlar bilan solishtirib kelib, keyin bizning do'konimizda xarid qilsangiz bo'ladi. DPDlarga keladigan bo'lsak, DPDlarimiz ham juda asos qilgan hammasidan 1 2 3 4 280 ming so'mdan 4 xil rasvetchasi. Ko'rishingiz mumkin bular. İçi astarli bo'ladi bu narsani. İçi astarli bo'ladi bu narsani. Yine bu ko'rib turganlarimiz esa 1 2 3 4 5 6 7 7 shoxada turgan esa 450 ming so'mlik edi. Sizlar uchun 300 ming so'mdan ko'pmiz. Bulardan bir dona, ikki dona emas, hurmatli mijozlar, ko'ringlar dizlar. Xullas, svetlari, rasvetchalari ko'p. Bu toza yangilikimiz bo'ladi. Premium kачествоda. Navbatda esa ko'ramiz bir xatar. Qo'lang mening bolot desam bor. Mana. Keyin navbatda keladigan bo'lsak, futbolchalardan bir xatar tushuntirib o'tayman sizlarga. Velika razmerdagi futbolchalarimiz bahosi 150 ming so'mlik edi. Sizlar uchun 90 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Futbolchalar, rasvetchalarni ko'ramiz. Mana.
Razmerlari 1XLdan 6XLgacha bo'ladi, xudo xolasa. Keyin bu молодой futbolchilarimiz bo'ladi. Уже 9-sinfdan ulular uchun ili giyobollarimiz uchun to'g'ri keladi bu futbolchilarimiz. Ya'ni уже futbolchilarimiz ham ozgina rasvetkasi qilgan. Ya'ni futbolchilardan rasvetkalar. Bahosi 130 ming so'm, eng arzoni bularning ichida. Sizlar uchun 50 ming so'mdan qo'yib berganmiz futbolchilarni. Navbatdagi duvochalarga keladigan bo'lsak, bu velikan razmeri bo'ladi. Velikan razmeridan уже ozgina qoldi. 2 dona razmer qoldi yine. Bu turetskiy bo'ladi. Videoni o'zidan ham aytib o'tganimdek, yig'ilgan vaqtda bir qism bo'lib qoladi bu narsalarimiz. Bahosi 450 ming so'mlikadi. 300 ming so'mdan qo'yganmiz sizlar uchun. Bularni ham ko'rsangiz mumkin, xatlari bilan bu narsamiz 250 ming so'mdan, xudo xolasa. Navbatda esa keladigan bo'lsak, bularning bahosi 300 ming so'mdan bo'ladi, hurmatli mijozlar. Ko'rishingiz mumkin, har xil svetlari bor. Bularimiz toza rasvetkada, xudo xolasa. Plashovka sportivkalarimiz esa bizda 11 xil mavjud. Xudo xolasa bilasizlar bu narsamiz ham. Sizlar uchun bahosini boshqalarga o'xshab 400-450 qo'yganimiz yo'q. Sizlar uchun 350 ming so'mdan qo'yganmiz, hurmatli mijozlar. Xudo xolasa. Svetlari, rasvetkalari xullas ko'p. Bemalol kelib, giyobollarga to'g'ri mos keladi, xudo xolasa. Svetlardan bir qator ko'rib o'tamiz yana. Bolotli svet temniy. Buni velikarak razmerlarimiz ham bor. Boshimga chiqadi. Trikosini tegi manchet bo'ladi bu narsamizni. Bu narsamiz молодой sportivniy. Giyobollarimiz uchun dim trendda bo'lib turgan narsalarimiz. Shu borda DPD sportivkalarni ham ko'rsatib o'tali. Bu narsalarimiz skidga emas, lekin sizlar uchun, bizning magazinimiz podpischiklari uchun kelishtirib beramiz bu narsalarni, xudo xolasa. Xafa etib beramiz klientlarimizni. Bemalol kelaverasizlar. Navbatdagi sportivkalarni ham ko'ramiz. DPD ko'rib turganlaringiz Xitoy original bo'ladi. Xitoy original. Bularning bahosi bilasizlar 450, 500, 550, 600, 650 ming so'mliklar DPDlar. Xudo xolasa kelsangizlar bu narsalarni ham kelishtirib arzonlatib beramiz. Navbatdagi sportivkamiz esa endi plashovkalar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Temno-siniy sveti, keyin Tommy brendidan oqa temno-siniy ishlangan variant. Bularni ham ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi esa bolotli svet. Xullas rasvetkalari ko'p. Yana yangilik qilishdan to'xtamay turibmiz. Xolasangiz yangi olinib qo'yiladigan variant. Yengini yaxshilab aytib beramiz. Zamukoba olinib qo'yiladi. Bu ko'rib turgan sportivkalaringiz razmerlari 52 dan tortib to 58 dan bo'ladi. Bemalol kelib magazinimizdan xarid qilsangiz bo'ladi bu narsamizni. Undan tashqari detskiy sportivnilarimiz premium kачествоda Xitoyning originali bo'ladi. O'zbekistonda sportivkalarim kelib boshladi. Keyin yana birisi premium kачествоda ishlangan plashovka material bo'ladi. Необычный svetlarni aytganmiz. Svet ne dedi svet? Mazza svetlarni aytganmiz. Ya'ni kisalarni aytib beramiz kisalarni. Knovishni variant oladi, vetrovka sapam keldi. Tap ulladanmi kichaytirib qo'yilgan varianti bo'ladi bu narsamiz. Balaza gizib ko'rsangiz. Keyin navbatdagi keladigan bo'lsak, shortilarimiz. Shortilarimizni detskilari 50 ming so'mdan, ullalarniki 80 ming so'mdan ketgan. Bahosi 130, 140, 150, 160, darcha 180, 190lik shortilarimiz ham bor. Ya'ni razmer ne deydi? Razmer 60 razmer 60 80 ming so'm shundaylar. Lekin bular degan bahosi emas. Ne deydi 60 razmer. Xullas, bu videomiz o'zi asosiy velikan bratlarimizga tashlab qo'yamiz. Bemalol kelib bozor kunigacha skidkamizdan foydalansangiz bo'ladi. Keyin bizda faqat murskoy emas, hurmatli mijozlar, женский sportivkalarimiz ham mavjud.
Xullas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Xullas rasvetchalari ko'p. Bulardan повтор yana oldistiratiramiz. Bularni ertaga sizlarga taxlab qo'yamiz, xudo xolasa. Bahosi 120 ming so'mdan qo'yganmiz bu narsalarni. Skitcha bahada. Aytib o'tganim hurmatli mijozlar, bahosi 120 ming so'mdan bo'ladi. Hammasi 250 sotilgan narsalarimiz skitchada. Faqat 5 kun bo'ladi, xudo xolasa. Undan tashqari bizning magazinimizda bilikambratlarimiz uchun ham sportivnilarimiz mavjud. Ularni ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Razmerlari eng kichkinasi 56 dan boshlanadi. 68, 66 razmeridan chiqadi bemalol. Xudo xolasa bizning skitchamiz endi 4 kun qoldi. Uspet etib qolinglar. Skitchamizdan unumli foydalanib qolinglar. Hammangizni skitchamizda kutamiz. Bu videomiz sizlar uchun manfaatli, foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bemalol magazinimizga kelib, chiroyli baholarda zo'r kачественный narsalarimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Hammangizni magazin 136 da kutib qolamiz. Kelaverasizlar, biz shunda xizmatdamiz. Manzilni yana bir qator tushuntirib o'taman. Manzilimiz Urganch Raycenter bozor 3-qator 136-magazin bo'ladi, xudo xolasa. Odim Dadaxon, magazin 136. Ha, yana bir narsa aytib o'tayman sizlarga. Ish vaqtimiz azongi soat 8 dan kechki soat 6 gadan ochiq bo'ladi. Hammangizni kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa bir like bilan bir komment yozish yoddan chiqmasin.